Hormanglar. Yurtimiz bo'ylab tadbirkorlar bor bo'lsa, mabodo 1 gektar, 1,5-2 gektar, 2,5 gektar joyda ijaraga olib yoki sotib olib, o'zingizni zavodingizni qurmoqchi bo'lsangiz, mana marhamat. Bunaqasiga eni 140 metr, uzunligi 300 metrga yaqin. Va bu ishlab chiqarish uchun hamma kommunikatsiyalari bor, gaz bor, svet bor, 380 bor, o'zlarining teplari bor. Undan tashqari suv bor, kanalizatsiya bor. Joy more, furaga kelgan, undan tashqari furadan ham tashqari vetka bor, poyezd yo'li o'tgan. Bemalol kelib fura razvorot, pоворot qila oladi. Hozir oxirgi chegaralarni ko'rsatamiz. Marhamat, ketdik. Mana shu devor oxirgi chegarasi. Mana yonidagi devor. Endi kelinglar, bu yonidagi devorni ko'rsataman, chegarasini. Mana shu yonidagi devori chegarasi. Narigi tomonda oxirgi chegarasi. Tayyor boks qilsangiz bo'ladigan zdaniyasi. Administrativ zdaniyasi va bog'i. Katta territoriya, marhamat. Qancha joy kerakdigan joylaridan. Kelinglar, mana shu boksni ko'rsataman hozir. Xullas, hamma sharoiti imkoniyati bilan birga 1 gektardan 2,5 gektargacha joy qidirgan tadbirkor tanishinglar, yaqininglar bo'lsa, jo'natib qo'yasizlar. Videoga like bosishingizdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.